Hozirgi kunda giyohvandlik degan bir balo bor, musibat bor. Shariatning oliy maqsadlaridan biri insonni yaratilishligidan maqsad, ilohiy iroda shuki, ya'ni bu shariat, islom dini har bir insonni 5 ta narsasini muhofaza qiladi. Ya'ni u insonni jonini, molini va aqlini, shu bilan bir qatorda naslini va dinini muhofaza qiladi. Dinimiz, islom shariati har birlarimizni mana shu 5 ta ya'ni holatimizni muhofaza qiladi. Mana shu islom muhofaza qiladigan narsalarni rioyasini qilib yurishlik maslaha deyiladi, ya'ni manfaatdir deyiladi. Inson o'zini molini muhofaza qilib yursa, jonini avaylab muhofaza qilib yursa, aqlini ham muhofaza qilib yursa, naslini va dinini ehtiyotlab yuradigan bo'lsa, bu ayni o'sha inson uchun va o'sha jamiyat uchun ya'ni manfaatdir deyiladi. Agar buni aksi Alloh ko'rsatmasin, inson dinini ham muhofaza qilmasa, aqlini ham, jonini ham, molini ham va naslini ham bee'tibor qoldiradigan bo'lsa, mana shu 5 ta narsasiga talofat yetaverishligiga o'zi rozi bo'lgan bo'lsa, buni mafsada deyiladi. Ya'ni buzuqlikdir, buzg'unchilikdir deb shariat mana shunaqa atama bilan ya'ni munosabatda bo'ladi. Albatta, giyohvandlik moddalari ham dinimizda harom qilingan, muhtaram jamoatlarimiz, buni hammamiz yaxshi bilamiz. Ba'zi bir odamlar go'yoki Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha tafsirlarni o'qib chiqdi. Bir necha tafsirlarni o'qib chiqdi-yu, javob topa olmadi. Giyohvand moddalarni mana qayerda yozib qo'yibdi? Qur'onda yo'q ekan-ku, harom degan joyi. Yoki go'yoki bu minglagan, 10 minglagan hadislarni ham o'qib chiqdi-yu, uni sharhlarini ham o'qib chiqdi-yu, bu muhaddarat moddalar, ya'ni giyohvandlik moddalari mana yo'q ekan-ku degan gapni gapiradigan odamlar ham yo'q emas. Alloh saqlasin. Rasululloh alayhi vasallam payg'ambarimizning muborak bir mo'jiza hadislari bor. Marhamat qilib aytganlarki, har bir bo'shashtiruvchi va insonni badanini suslashtiruvchi narsa haromdir deb qo'yganlar. U suyuqlik ko'rinishida bo'ladimi? Yoki boshqa tabletka ko'rinishida bo'ladimi? Yoki bir giyoh ko'rinishida bo'ladimi? Dori-darmon ko'rinishida bo'ladimi? Hammasiga mana shu muborak hadislar o'zi har bir zamonga yechimdir. Bu ayni mo'jizadir bu. Har bir giyohvand moddasini iste'mol qilishlik yoki mast qiluvchi ichimliklarni ichishlik badanni bo'shashtiradimi? Insonni aqliga ta'sir qiladimi? Albatta bu ham shariat orqali, dinimiz orqali harom qilib qo'yilgan. Narkotik moddalarga o'rgangan odam islom muhofaza qiladigan 5 ne'matga o'zi hujum qilayotgan bo'ladi. Aqlini yemirib boradi. Bu narsalarni iste'moli insonni aqlini yemiradi, naslini ham yemiradi. Ya'ni majruh zurriyotlar mana shu moddalarga, giyohvand moddalarga o'rganib qolgan, o'tirib qolganlarda mana shunaqa zurriyotlar dunyoga keladi. Demak, naslini ham bulg'aydi. Molini isrof qiladi sotib olishlik uchun. Giyohvand moddalarni olib kelish ham, uni tarqatish ham, sotish ham, tijorati ham, undan tushgan foyda ham shar'an harom hisoblanadi. Qonunda ham bu taqiqlab qo'yilgan. Qarang, jonini ham xatarga qo'yadi. Sekin-sekin bu harom narsalarga o'rganib qolgan insonning a'zolari ishdan chiqadi. Xossatan giyohvand odamlarni ichki a'zolari, jigar xastaliklari, o'pka kasalliklari, me'da kasalliklari va xotirani zaiflashishligi, ko'zning nurini sekin-sekin o'tmaslashib borishligi, hattoki tafakkurlari ham bulg'anib, buzilib ketishligi juda ko'p Alloh bergan va dinimiz muhofaza qiladigan ne'matlardan ayrilib boradi. Oqil odam, ziyrak mo'min musulmon odam yoshi o'tib borayotgan sari qarilikka tayyorgarlik qilib boradi. Zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Robbilariga duo qilgan ekanlar. Parvardigoro, meni keksayib borayotgan holimda menga o'zing tarafingdan rizqimni keng qilib bergin deya duo qilar ekanlar. Qarang, inson shariat, ya'ni harom qilgan narsalarga o'rganishligi bilan o'zini jismiga ham va Alloh tarafidan beriladigan rizqiga ham o'zi kushanda bo'lib bormasligi kerak. Safarga tayyorgarlik qilayotgan inson albatta qarilikka ham yaqinlashib borayotganligi, qarilik eshik qoqib kelayotganligini oqil odam his qiladida, ham moddiy jihatdan, ham jismoniy jihatdan va iymoniy jihatdan o'zini tuzatib, chiroyli qilib, amallarini tobora go'zallashtirib bormoqligini taqozo qiladi.